Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun ham biz sizlar bilan 1-mart sanasida milliy sertifikat ekzamenlari tushgan qiziqarli savollarning tahlili bilan davom etamiz. Bugungi savolimiz bizda rasmda ABC uchburchak yuzi tasvirlangan. Agar ABC uchburchak yuzi 1.8 ga teng bo'lsa, rasmdagi ma'lumotlar asosida bo'yalgan soha yuzini toping. Ya'ni bizda hamma uchburchak yuzasi berilgan. O'sha rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra mana bu soha yuzini topishni olishimiz kerak bo'ladi. Hop, birinchi o'rinda yuqoridagi B burchagi, beta burchak deb tasavvur qilsak, unda bizda hop ABC uchburchagining yuzasini topib olsak bo'ladi. Bu bizda 1/2. Bu bizda chap tomondagi tomoni 6, o'ng tomondagi tomoni bizda 6b ga teng bo'lib turibdi. Yozib olamiz. Ya'ni bu 6a ko'paygan 6b. Xo'p. Endi yuqoridagi uchburchakni ham xuddi shu forma asosida yozsak bo'ladi. Yani S1 deb belgilasak, S1 teng 1/2 2a ko'paygan 3b ko'paygan sinus bet. Mana bu sinus bet qolib ketdi. Va bizda katta uchburchak yuzasini va ikkita uchburchak hosil bo'lgan uchburchak yuzasini S2 deb belgilasak bo'ladi. Bu bizda 1/2 5a chap tomondan 5a o'ng tomondan 4b ga teng bo'ladi. Bu ham sinus betga teng. Xo'p. Bundan S1 ni umumiy S ga nisbatan topib olsak bo'ladi. S1 bizda 2 ko'paygan 3, A bu 1/2 ga qisqarib ketadi. Umumiy bizda 6 ko'paygan 6. Qisqarsa 1/6. Ya'ni bizda S1 imiz teng S/6 chiqyapti. Endi S2 ni S orqali ifodalasak bo'ladi. Ya'ni nima hisoblaymiz buni? S2 ni S ga bo'lib ko'ramiz. S2 bizda 5 ko'paygan 4, option S bizda 6 ko'paygan 6 desak bo'ladi. 2 ga qisqartirsak 2, 3 bo'ladi, ya'ni 10/18. Bundan S2 imiz 10/18 S ga teng bo'ladi. Va bizda bo'yalgan soha, mana bo'yalgan soha. Mana bu katta uchburchak yuzidan kichkina uchburchak yuzidan ayirsak bo'ladi. O'sha bo'yalgan soha yuzasi keladi. Endi bu yerga yoza olamiz. Ya'ni bizda bo'yalgan soha yuzasi teng S2 minus S1 deb yoza olamiz. S2 bizda 10/18 S, S1 bizda S1 1/6 S. O'yinlarni chiqartiradigan bo'lsak, 3 ko'paytira olamiz. Bu bizda 7/18 S ga keladi. Bizda uchburchakning umumiy yuzasi berilgan, ya'ni bizda 108 ga teng. Xo'p, bu yerga soha yuzini topishni nima qilamiz? 7/18 da 108 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bizda bu chiqadi 6, 7 kere 6 42 bo'lar ekan. Ya'ni bizda bo'yalgan sohadagi uchburchak yuzasi bizda 42 ga teng ekan. Xo'p. Xo'p, kuzatganlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Biz ham yanada qiziqarli bo'lgan milliy sertifikat ekzamenlari tushadigan savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Sog' bo'ling.